Assalomu alaykum ukam. Ozgina puldan yordam ber bor. Azizbek, kenang bilan chaqirib yubor. Oyi, amakim chaqiryaptilar. Hozir bolam, hozir. Abay, Mana kenayi akam men barakalarni 3-kunni o'tkazib oldi. yaxshiyam siz borsiz Ravshanjon. Umringizdan baraka toping. Xullas aytganda qarzi ko'payib ketdi. Mana shu uy sotamiz ekan. Undodimi? Men bu uyda bolam bilan yashayman, eski bo'lsa ham. Tushuntiryapman-ku sizga, qarzi ko'payib ketgan kenayi. Amaki, uyimiz sotmay, iltimos, jonim aka. Olay qo'lingni, kattalar gaplashayotganda aralashmaydi, tushundingmi? Kenayi qisqasini aytganda uyni sotamiz. Ertaga bo'shatib qo'ying, hujjatlarni to'g'rilab. Amaki, iltimos, to'xtang, uyimiz sotmang. Amaki, siz meni tanidingizmi? Yoshligimda uyimizni sotib ko'chada qoldirgan okangiz o'g'li Azizbekman. Azizbek, bolam men seni rosa qidirdim. Otam rahmatli aytardilar. Yetimni haqqini yeganni bir ikki bo'lmaydi. Oling. Oling mana. Hareketçi Azizbek. Hareketçi bolam. Amaki, iltimos, to'xtang, uyimiz sotmang. Nafsiga qul kim